bo'ldi. Bugungi videomizda Minecraft, lekin biz rivojlangan citylarga borib ko'ramiz. Maqsadimiz prosta borib ko'rish. Prosta qiziqishga borib ko'ramiz bo'ldi. Videoni boshlashdan avval like bosib, kommentga obuna bo'ldim deb yozib qo'ysalar, o'tda xursand bo'lgan bo'lardim, chunki mening maqsadim 100 ta bo'lish. Tak bo'ldi. Kelinglar manetdan. Oh my god bo'ldi. Noqaylar betdi urush bo'lgan menimcha. Chunki bunaqa shuncha yo'q. Men drink, men deklaver qilgan harakat. Albatta o'rganib oldim. Kelinglar bolalar shetlarga beramiz. Tak, o'tinglar. Oh my god, bo'ldi, noqaylar topdi. Anno'ringlar bo'ldi. Bu video 1-2 qismga bo'linishi ham mumkin. Endi xafa bo'lmaysizlar. Tak, bo'lishdi. Xo'p. Nima qilyapsan? Da bo'laman, uncha kuzatishadi meni. Axir bu rivojlangan. Kelinglar bo'ldi, bir o'zdan ko'ramiz mana. Hop. Menimcha bir binoshi o'ta zo'r joylar. Çünkü böyle bağcılı korunma sınıf konumuz orada bir rozlanyan ki ahır sınıf konu o değil ya o digine çeyrek o bilari çıkana kadar bilari ya yaşlı böyle dileyken tak menimcha bu yer groksi ham o'zini qayda solmoqchimi? Hamma joy yo'q bo'lmay bo'ldi. Qanaqadir xarita berdim. Oddiygina qamoqxona bo'ldi. Qamoqxonadan chiqaylik, o'zimizni mahbus deb o'ylashmasin, chunki men qarg'oqchiman bo'lib bilasizlar. İşim shunaqa hop. Bo'ldi, kelinglar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va bola, shu bilan mening videoim tugadi, chunki sizlar like bosib, obuna bo'lib qo'ymadingiz. Hazillashdim, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va sizlarga albatta o'rgataman qanday qishloq topish sirlari, shunga o'xshagan narsalarni. Ketdik bo'ldi. Betdim. Bu magazin. Ro'lashlar qo'ygan bo'lsa, yaxshi axir rivojlangan avtoritet. Vaqtda qanaqadir kelinglar bilan tekrar zanjir bu dom. Ну прям oddiygina dom. Da bo'ladi dom. Hammasiga kiritib ko'rsatmayman, chunki o'ta ko'p video ketishi mumkin. Sevishtigina. Ularda maqsadini bolalar bitta bu mishan yashar ekan. Ну, lekin bu ish rivojlangan qishloqda kerak, lekin baribir ham. Nima ketyapsan qishloqqa? Kichkinagina uycha. Nima yashashni istamasdim. Menimcha bu zo'r bo'ldi, menimcha men bu yerda yashardim. Xudo bo'lmasa bu yerda issiq bo'lganda men yashashadim. Chunki o'tgan hafta Minecraft'da issiqlik 190 gradusga ko'tarildi. Men kemamda yashay olmadim. Suvga chiqsam, suv ham bug'layotib bo'ldi. 190 gradus bu nimaligini bilasizlarmi? Bu yerda nima bo'ldi? Pul bering iltimos. Tepaga ko'tarilib boramiz. Mana izvorud demak bu yerda qimmat narsalar saqlanadi. O'ta muhim. Omadimni sinab. Bu biladi qo'rqona ekan. Bu saqlab turmagan. Dog'lar nima bo'lsa narkotiklar bor. Davolaman shu besh qo'qoni deysan. Hop. Apa bo'ldi, kelinglar betga. Oddiygina shifoxona bor. Oddiygina mana shifoxona ekan. Zalga keting aka.
shunaqa deb turish ham kerak-ku. Ular ham turolsin quliqlarda. Qolib yurishmaydik. Oh my god, o'yinga. Mana bitta dam olishi ham mumkin ekan. Ular kelinglar tepasida, eng tepasi qayerda? Mana. Mazza. Suv ham iliqqina ekan ular. Suvni menimcha siqib beradi bo'ldi. Slis. Basketbol. Bu yerlar zo'r ekan bo'ldi buni qaranglar. Shoxonani boshib ko'tarmasin deb mana shuni qilib qo'yibdi. Hoppa. Ililib ko'ramiz. Restoran. Ivolda. İşte qo'riqchi nezilib qoldi. Assalomu alaykum. İşte bu bank ekan, bank. Rivojlangan qishloqda bank. Biz ishni ko'rmaylik. Cherkovlarni ko'rdim, ko'rdim, temani ko'ramiz bo'ldi. Mehmonxonaga o'xshayadi, nimagadir cherkov ko'ramiz. Yunus boshqacha. Qanaqa bu? Sakrayn bo'ldi, sakrayn deb yozib qo'yinglar. Hech sanayman 1 2 sakray. Zo'rligini ichib oldi buni. Oh my god, просто wow. Chiqib qo'rgandan shu o'ylabdi, lekin chiqishni o'ylamabdi bo'ldi. Hamma aytdi. Endi drayvni o'ziga portal nezirga. Yo'q, u odam qancha pul oladi bunga. Nezirga qanaqa ishni rivojlantiradi deydi. Endi Minecraft'dan charchab, nezirga rivojlantiradi. Nezirga uy qurishdi. Qurollar qoladi. Bedrock'tan qilish bo'ldi, chunki istagan gazga chiqdi. Olovga qarshi donama. Qilichda. Sen tayyormi? Men tayyor. Bo'ldi, kelinglar. Hoppa, sakradi. Ya bo'ldi, menimcha joy ko'rdim. Odam Demek hamma portal bitta menga olib kirarkan bo'ldi bu yoq. Kelinglar bola, men tushib ko'ramiz. 128-blokka chiqibdi. Нормальный. Bola, bitta skill. Men ham ko'rdim. Men buni ko'rmadim. Bo'lgan CD va yana videolar. Wow, просто отлично qurilmagan ekan. Xafa bo'ldim bu yerda. Arazladim. Yerda hech nima qurilmagan ekan. Bola endi nima deymiz? Quruvchilar ham dam olib turish kerak-ku. Menimcha endi qo'yib. Ani restock taydim. Stop. Men kreativman. Endi kreativ bo'lishmasa, lekin ketdi bo'ldi. Men Minecraft serveri 23. Bola, Shazamjon YouTube kanali ham bor. Bu yerda men ham bitta videosida qatnashganman. Do'stim bilan birga bir PvP. Albatta unda men yutqazganman. Mayli bo'ldi. E'tibor bermaymiz. Yuhu. Yo'q, men endi tepaga chiqmoqchiman. Oppa. Olala, bo'ldi, bu yerda 3-siti ham bor deyishgandi. Kelinglar o'sha yerga ko'ramiz. Uli manada deyishuvdi. Ketdik bo'ldi. Men narkoman. Oy yondirar ekan bu go'zal tuyg'u. Endi rivojlangan deb hamma joyga narsa qo'yib tashamaylar. Qaranglar bular fermer. To'g'ridan pishdi.
ekan, qorong'u. To'g'risi narxi ko'tarildi, kim bilmas shuning uchun qilib qo'yishgan. Illa o'ladigan chiroyli. Makka. Wow. Ular bir xil. Sanki o'qiyapsiz. Anette. Ah, yo'q, gaz nasıl? Gaz ko'tar. Enderman rivojlangan chizgi askarlar qo'yishmoqchi. Men endi bu yerning askari bo'ladiman. Endermanni o'ldiraman deb bo'ldimni qaraya magazin. Okey, o'zi bilmadim. Men kreativ damasdagi. Okey, men kreativ damasni shuning uchun sizlarga mana izurut bo'lib, oh my god, ayo bo'ldi, endi kerak emas bo'ldi. Shuncha qishloqdan narsa olaman deb. Bu yer qayer? Son yashimsiz. Bo'ldi, buni qolaylik. Bitta CDda unaqa narsa yo'q edi, birda bor ekan. Bu 5 shifoxona ekan bo'ldi. Nimadan bildim? Tepada film bor ekan. Yo, просто o'qib ko'rishim kelgandi. Qo'yvachdan uyima. Kirmayli bo'ldi. Yana hozir kirganimizda biror narsa qilmasdan. Tak, bu yerda nima? Yo'q, aka, men shunchaki ko'ryapmanman. Yaxshi, bu yerdagi qishloqlar gapiralar ekan bo'ldi. Chunki shu birinchi ikkinchi ko'rganlarim gapirmas ekan. Yana nimalar ko'rdim? Bola kellaman. Yaqinlar qishloqlar uyati bor. Shunaqa narsalar. La'natim, endi buni boshqa kelmayman. Bo'ldi, buni valla miyadan teshib ochilgan. Daji bola menimcha buni hech kim bilmaydi deb o'ylab uycha qilib yuborishgan bo'ldi. Da bo'ldi. Qiziq tomoni yo'q, shuning uchun bola ketib uchaman. Bo'ldi. Kim meni YouTube kanalimni rasmini ko'rsa biz mashhur bo'lganmiz. Lekin men shunchaki devor qurishni xolos. Hozir ko'rsataman. Mana shunaqalar video rasmga olgandik. Bo'ldi, videomiz shu bilan tugadi. Like bosib obuna qo'yinglar. Keyingi safar Minecraft, lekin biz Skyblockda yashaymiz. Ushbu video olinishi uchun like bosib obuna bo'linglar. Hamma narsani ko'rsatdim degan umiddaman. Bo'pti, bo'ldi, hammaga rahmat.